Qudrat aka, mana nat plus hamma joyda trend bo'lib yotibdi. Qanaqa kompensatsiya o'zi bu? Agar siz kompensatsiya haqida so'rayotgan bo'lsangiz, Nodir aka, endi hammamiz vrachlar buni bilishimiz shart. Hamma bilsin shu narsani. Bu narsada nat degani o'zi negativ amid, adilin dinukleotid. Aytilishi qiyinroq kimik termin. Bu organizmda bo'ladi. Organizmda bor. Bu energiya manbai. Nat bu inson batareyasi ham deyiladi. Bu faqatgina yosharish uchun emas, antigipoksiya, onkologik kasalliklarning oldini olish, qandli diabetning oldini olish va bir qator inson uchun, sog'liq uchun bo'lgan hamma faoliyat uchun juda ham yaxshi yordam beradi. Nat preparatini necha yoshdan olsa bo'ladi? Endi bu narsani necha yoshdan deganda, agar umuman qarish jarayoni 25 yoshdan boshlanadi. Demak mumkin. Qolgani yana necha Bu nat plusni bitta protsedurada o'sha zo'r rezultat olasizlar deb ko'p olganlar ham aytib yotishdi. Bu o'zi qanaqa kursoviy protsedurami, bir marta olinadimi yoki kurs olinadimi? Va intervali qanchada to'g'ri bo'ladi? Qarang doktor, agar nat plus endi qilishingiz mumkin, butun dunyo hozir qo'llayapti. Ayniqsa Amerikada juda ham oldindan bo'lgan narsa o'sha kainzim moddasi bilan boshqa nomlar bilan ishlatilib kelgan. Buni olsangiz bo'ladi. Buni olsangiz bo'ladi. 4ta, 6ta, 5ta olsangiz bo'ladi. Конечно, bu mablag'ga qarab. O'rtacha necha marta olsa yaxshi? 4 olti. Rezultat bo'ladi. 4 olti. 4-6 marta. Qanaqa patsientlar olgani ma'qul o'zi? Masalan, qanaqa patsientlar olgani ma'qul? Chiroyli bo'laman degan hamma ayol bo'lsin, erkak bo'lsin. Siz ham oling, Nodir begim ham bo'lsin, doktor Nargiza ham bo'lsin. O'sha nat preparatini kurs rejasi qanaqa va sanasi qanaqa? Kursini aytib o'tdim, Nodir begimga qarang. Narxiga keladigan bo'lsak, o'rtacha mana shu doktorning masalan 1,5-2 soat vaqtini oladi. Bu yerda preparat bor, boshqa hamshiralar ishlaydi bu yerda. Endi o'rtacha $100 qilsa bo'ladi. Lekin o'shanda ham haqiqiy dozani qo'shish kerak. Patsiyentga aldab bittani 10 ta emas, o'shaning kerakli dozasini qo'shgandagina. Bitta 1,5-2 soat vaqt oladi. Tushunarli. Yana bir muhim tomoni, kimlarga mumkin emas bu preparatni qo'llash? Endi albatta buni preventiv qo'l qilyapmizmi? Demak, nat plus buni hamma vaqt o'ylab qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, ba'zi bir dori moddalarga allergik reaksiyalar bo'ladigan bo'lsa, demak kategoriyasi mumkin emas. Demak, homiladorlik mumkin emas. Anamnezida onkologik kasalliklar mumkin emas. Yurak qon tomirlar dekompensatsiya davrida endi odatda murojaat qilmaydi, mumkin emas. Demak, 25 yoshgacha jelatinni qilmaganimiz ma'qul. Va hokazo mana boshqa preparatlarga bo'ladigan qarshi ko'rsatmalar aynan shunga ham to'g'ri keladi. Yana bitta narsani eslatib qo'yay, bu narsa bilan ishlayotgan paytda обязательно qilishimiz, bilishimiz shart. Mana первый помощь dorilarimiz doimiy holatda turishi kerak. Odatda kuzatilmaydi nojo'ya baribir bilishimiz shart buni. Hozir endi bu preparat juda trendda bo'ldi. Yaqinda siz Dubayga borib keldingiz, hamma kompaniya nat chiqarib beradi. Mezasi ham bor, tabletkasi ham bor, amerikanskisi ham bor, o'zbekchasi ham bor. Hamma davlat chiqarib yotibdi-da bu narsani. Natning o'zi bor, nat plus bor, boshqa xillari chiqayapti bu narsaning. Demak, unutilmishishni qo'llagan paytda ham juda ham zo'r rezultat beradi. Tabletga ham endi uzoq muddat qabul qilish kerak bo'ladi. Agar iloji bo'lsa, kapelnitsa bilan qo'yiladigan bo'lsa, bunda rezultat juda ham samarali bo'ladi. Lekin bilib qo'yish kerak, buni faqatgina o'sha первый помощьga javob bera oladigan har narsa bo'lishi mumkin. Bu interventiv ukol qilinyapti, kapelnitsa qo'yilyapti. Aynan nat plusda aksiya juda ham ko'p. Yaxshi rezultat o'zinglarni o'qib chiqib, shunga biz ham bu nimaga, protseduraga juda ham ishonchimiz oshdi-da. Endi vaqt ko'rsatadi, xudo xohlasa yaxshi protsedura, chunki buning patogenizi mexanizmi konkretno o'ylab topilgan narsalar. Tushunasizmi? Aynan organizm uchun ключ nuqta, yosharish nuqtasi topilyapti o'sha joyda. O'sha hujayralarda glyukoza bilan, demak, yog'ni parchalab, sразу energiyaga o'tkazib yuboradi. Energiya bo'lgandan keyin siz shod-xurram bo'lasiz.
yosharasiz, hujayralaringiz to'sharasiz, bitta milliard hujayralar shuni kutib turadi. Vaqt o'tgandan keyin shu naq moddasi taqchillikka uchrab boraveradi har bir insonlar. Ne только ayollarda, erkaklarda ham hammada bo'ladi.